Bilasizlar, uy battle'da men Iroqlikka yutqizib qo'yganman va reytingdan chiqib ketganman. Top 1 ga chiqish umuman iloji yo'q edi shu bilan. Shundan keyin men uy battle o'ynaganim yo'q. Lekin meni obunachalarimni, xalqimni poddeshkasi bilan yana men reytingga chiqib qolibman. Lekin bir marta men UPP yig'madim, efir qilmadim, video qilmadim, lekin hozirgi vaqtda top 4-o'ringacha qaytib kelib qolibmiz. Bu raund yutadigan bo'lsa top 3 ga chiqarganmiz. Lekin bilasizlar, bir marta Iroqlik bizni reytingdan chiqarib yuborgandi. Yana bu mana bu Iroqlik yana bizni reytingdan chiqarib yubormoqchi. Bu boshqa Iroqlik, lekin bitta davlatning odami. Yarim soatda 7,5 million PP urib yubordi. Bu puliga oldi degani. O'tgan safar ham puliga bizni yutib ketgandi. Bu safar lekin men buni xohlamayapman, chunki men shunchalik qo'llab-quvvatlab yo'q joydan yana tepaga ko'tarib olib kelib qo'ydilaring, yana tushirib yuborishga meni to'g'risida vijdonim qabul qilmayapti. Bu oxirgi raund. 20 soat vaqtimiz bor. Shuni aktivda bomba qilaylikki, bu prosta shundoq puliga ham ishongan odam puli ham yordam bermasligini bilish kerak. Bizda mayli PP bo'lmasam, hatyabi videoga like bosing, repost qiling, istoriya qo'ying, bo'ldi. Shuni ham o'zi katta yordam. ID ekranda bo'ladi. Prosta aytganim shu, shuncha reytingga chiqib keldik, shuncha olib kelib qo'yishdi bizni. Yana tushib ketishga to'g'risi men uyalaman. Da o'ynamayman deganman. Marsh raund yutalik, shu bilan men ancha vaqtgacha uy battle'ga men umuman yaqinlashmayman. Men gapirdimmi, gapimga javob beraman. Prosta mana bu shuncha poddeshkani uvoli bor. Buni oqlab qo'yish kerak deb o'ylayman. Hammaga rahmat.